Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtashlar ve en isil madihiyalar alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan madiyalayman, uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salom yo'llayman. Uning oila tavobatlariga, sahobalariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli okurmenlerimiz, hamda huzuringlarga baxt saodatning 40 retsepi nomli asrimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 30-retsep Alloh taolaga munojat qilishning huzurini teting. Alloh taolaga iltijo qilish, uningdan hojatlarni tilash va uningga yalvorib duo qilish huzur halovatning va baxt saodatning muhim omillaridan biridir. Chunki inson ojiz, Alloh taolo kuchlidir. İnsan muhtoj, Alloh taolo ato ihson egisidir. İnsan bichora, Alloh taolo hammaga qodirdir. Shunga inson o'zining ojizligini izhor qilib Alloh taologa iltijo qilgan vaqtida uning qalbi umidga to'ladi. O'zi eng samimiy va eng ixlosli ibodat ustida bo'lgan va Alloh taoloni mamnun qilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom duo ibodatdir degan. Andin وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Yani Rabbinglar aytadi, "Men duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman." Shaksizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi degan oyatni o'qigan. İnsanlar Alloh taologa duo qilish orqali qo'sh foydaga erishadi. Chunki duo qiluvchi Alloh taologa duo qilish orqali ibodatning savobini topadi va tilagan narsasiga erishadi. Ya'ni kelib Alloh taologa duo qilish Alloh taoloning amridir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni duo qilishga buyurib, "Ud'uni astajib lakum." Ya'ni, "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman" degan. Demak, Alloh taologa duo qilish ibodat qilganlikdir. İbadet bo'lgandimi, eng xolis va eng samimiy ibodatdir. Chunki inson Alloh taoladan hojatlarini tilab, uningga iltijo qilgan vaqtida ibodatning maqsadlarini voyaga yetkazgan bo'ladi. Chunki ibodat qilish deganlik o'zini yaratquchiga xor qilish, o'zining ojizligini va Alloh taolaga bo'lgan muhtojligini izhor qilish emasmi? Mana bu ma'no duoda eng to'liq ifodasini topadi. Inson boshqa ibodatlarni ko'ngli boshqa yerlarda turibmi ado qilib qo'yishi mumkin. Ammo duoni unda qilmaydi. Balki Alloh taolaga bo'lgan hojatini tili va dili bilan izhor qilib uningga yalvoradi. Ko'z yosh to'kadi, hojatlarini qayta tilaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, duo qilish sabab qilishga zid kelmaydi. Qo'lidan kelgan sabablarning hammasini qo'ldan bermay, to'liq o'rindash bilan bir vaqtda Alloh taolaga duo qilib, uningdan yordam tilash musulmonning axloqi va payg'ambar alayhisalomning yo'lidir. Chunki payg'ambarimizmi sabab bilan duoni qo'ldan bermagan. Duo mu'min odamning qalqinidir. Chunki mu'min odam Alloh taolaga iltijo qilib tayinish orqali balo qazolardan va turli baxtsizliklardan saqlana oladi. Payg'ambar alayhisalom taqdirdan qochqili bo'lmaydi. Biroq duo yuz bergan va yuz bermagan ishlarning hammasi uchun foydalidir. Ey Allohning bandalari, duoni ko'p qilinglar deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisalom yana qazo va qadarni faqat duoli qaytara oladi deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda kutilgan ish kelsa hazar qilganning foydasi bo'lmaydi. Duo yuz bergan yoki texi yuz bermagan ishlarga foydali bo'ladi. Baloy ofat kelsa duo uning oldini to'sidi-da, bu ikkisi ta qiyomatgacha shundoq elishidi deb ko'rsatgan. Duo ijobat bo'ladigan o'rinlar va vaqtlar. Duo ijobat bo'ladigan o'rinlar bo'lganidek, duo ijobat bo'ladigan vaqtlarmi bordir. Duo ijobat bo'ladigan vaqtlar har turli bo'ladi. Ba'zisidan muhim bo'ladi. Ba'zisidan muhim bo'ladi. Alloh taolo bandalariga shafqat qilganlikdan ularga duo qilishga munosib vaqtlarni va ijobat bo'lishga eng yaqin vaqtlarni belgilab bergan. Musulmon odam bu vaqtlarni g'animat bilishga tirishchilik ko'rsatishi lozim. Duo ijobat bo'lgan vaqtlarning eng afzali sajda ekanligida shak yo'q. Chunki insonning Alloh taolaga sajda qilayotgan vaqti uning Alloh taolaga eng yaqin bo'lgan vaqtidir.
Secde namazning cevheri ve onun merkezidir. Peygamber aleyhisselam bunu ifadelep, bendining Allah'a en yakın boğa vakti, onun secde kılıvatkan vaktidir. Sizler secdede duanı köp kılınla dep körsetken. Peygamber aleyhisselam yeni bir hadiste, unutmagın ki senin Allah'a kılgan her bir secden bilen senin merteben bir derece kötürülüdü ve bir günahın öçürülüdü dep körsetken. İnik ki, insanın öz yaratquchisiga secde kılıp, özünün kulçılıqını izhar kılıvatkan vakti, onun hayatidaki en ma'nilik, en kıymetlik ve en şereflik lahzileridir. Çünkü o bu lahzilerde alemlerinin Rabbi aldıda turvatkan buludu. İnsan Allah Ta'ala'ya dua kılıvatkan vaxtida özünün intayin kattı bir ibadet içide ve yaratquchisining aldıda turvatkanlığını his kılgınida, onun kalbi içilip gidiyordu. Mertebesi yükseldi. Köngli hayacanı doludu. Bularning hammasi onun duasının icabet bo'lishig'a ul hazırlaydı. Secde kılganda o'qiladigan zikrlar ve dualar to'limi ko'pdir. Çünkü Peygamber aleyhisselam nahayt köp zikirlerini aytadi. Peygamber aleyhisselamның en köp kılgan duası: Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Yani ey kalplerini özgertip tuğucu Allah, mening kalbimni diningda mustahkam qilgin degan duo edi. Bu duanı secdede qismi bo'ladi. Çünkü bu to'g'rida man'i qilgan bir hadis kelmagan. Shuni unutmaslik kerakki, Allah Ta'alaga dua qilish har kimning ixtiyoridagi ish emas, yoki ortiqcha bir ibodat emas. Balki u Allah Ta'alaning emridir. Duodan bosh tortgan odam gunohkor bo'ladi. Yuqorqi shaksizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi degan oyat buni ifodalaydi. Duoni har vaqt va har joyda qilish lozim. Bo'libmi sajdada duoni ko'p qilish talab qilinadi. Saudiya Arabistonning sobiq muftisi Abdulaziz bin Baz mundaq degan: Mümin odamning namozda duo qilishi zarurdir. Namoz mayli farz namoz bo'lsin, mayli nafli yoki sunnat namoz bo'lsin, har qanday bir namozda duo qilish kerak. Namozdagi duo qiladigan vaqt sajda qilgan vaqtdir. Yana ikki sajda orasidagi vaqt bilan namozning oxiridagi tashahhuddan keyingi vaqtmi duo qilish kerak bo'lgan vaqtlardir. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda Peygamber aleyhisselamның rukuda ve secdede Subhanakallahumma Rabbana ve bihamdike Allahumma g'firli. Yani ey Allah, sana medihiye etiş bilen birge seni barlıq şirik nuqsanlardan pak dep yat etimen. Ey Allah, meni kechirgin deganni ko'p o'qiydiganligi bayon qilingan. Peygamber aleyhisselam secdede duanı ko'p qiladi. Peygamber aleyhisselam secdede Subhane Rabbiyal a'la, yani yuqori mertebelik Rabbim paktur degan tasbihdan boshqa Subhane Rabbiyal a'la ve bihamdihi, yani yuqori mertebelik Rabbim paktur, onunga hamd sana aytaman. Subbuhun quddusur Rabbul malaikati ve ruh, yani Rabbim paktur, ulug'dur, farishtalarning ve Cibrilning Rabbidir degan tasbihlarni ve munu dualarni o'qiydi. Subhanakallahumma Rabbana ve bihamdike Allahumma g'firli. Yani ey bizning Rabbimiz bo'lgan Allah, sen barcha nuqsonlardan poksan. Sana hamd sana aytaman, gunohlarimni mag'firat qilgin. Allahumma g'firli zambi kullahu diqqahu ve jillah ve awwalahu ve akhirah ve alaniyatahu ve sirrah. Yani ey Allah, mening cho'ng kichik barliq gunohlarimni mag'firat qilgin. Burun ve keyin qilgan, oshkora ve yoshirin qilgan gunohlarimni kechirgin. Allahumma ij'al li fi qalbi nura ve fi lisani nura ve fi sam'i nura ve fi basari nura ve min fawqi nura ve min tahti nura ve an yamini nura ve an şimali nura ve min beyni yedeyye nura ve min halfi nura ve ceal fi nefsi nura ve a'zim li nura. Yani ey Allah,
dilimni oq qilgin, ko'zimni nurli qilgin, quloqimni nurli qilgin, o'ng va so'l tarafimni nurli qilgin, usti va osti tarafimni nurli qilgin, oldi va orqa tarafimni nurli qilgin, meni nurli qilgin va menga ato qilgan nuringni katta qilgin. Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik va bi muafatika min uqubatik va a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Yani ey Allah, sening roziliqingga sig'inib g'azabingdan panoh tilayman. Sening ofiyatingga sig'inib azobingdan panoh tilayman. Sana sig'inib sendan panoh tilayman. Sen o'zingni madhilagan ravishda madhiyalashdan ojizman. Allahumma ati nafsi taqwaha va zakkiha anta khayru man zakkaha anta valiyuha va mawlaha. Yani ey Allah, menga taqvolik ato qilgin, nafsimni poklig'in. Sen nafsimni eng yaxshi poklig'uchisan. Sen uning egisisan deydi. Dunyolik tilab duo qilish xato emas. Saudi Arabistonning katta ulamolaridan marhum Solih ibn Usaymin mundaq degan: ba'zi fiqhshunos olimlar sajdada dunyolik tilab duo qilsa namoz buzilib ketadi degan so'zni o'ttirg'i chiqargan bo'lib, bu so'zning dinimizdan asosi yo'qdir. To'g'risi shuki, musulmon odam sajdada mayli dunyolik, mayli oxiratlik bo'lsin, butun tilaklarini tilisi bo'ladi. Chunki duo ibodatdir. Payg'ambar alayhisalom hech kimni sajdadagi yoki boshqa vaqtdagi duolarda dunyolikni tilab duo qilishdan to'smagan. Uning bandining Allohga eng yaqin bo'lgan vaqti uning sajda qilayotgan vaqtidir. Sizlar sajdada duoni ko'p qilinglar degan so'zi umumiy bo'lib, har qanday duoni qilsa bo'ladiganligini ko'rsatadi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.